Hayatımda kitaptan ayrılamayman. Dostum, sizchi? Her qitim yeni bir kitapni qo'limga olganimda o'zim uchun yeni bir ustoz ko'paygandek his qilaman. Kitap mening aqlimga aql qo'shib qolmasdan yolg'izligimda eng yaqin hamrohim. Safarda xudim mayakdek menga yo'l ko'rsatkichidir. Albatta, men bu kitap o'qishni yaxshi ko'raman. Har kuni kech xizmatdan charchab qaytganimda bir parcha yaxshi kitap, qiynoq damlangan chaydek shu omon g'arduqimni chiqarib, menga orom baxsh etdi. Anglayotganlar Merkezi Halk Radyo Stansiyasining Beijingdan berayotgan programmasi. Assalomu alaykum hurmatli radio anglovchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abaydulla Ibrohimning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Dog' nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Bir düşman yurtinglarga yopirilib kelib yetibdi. Podshohinglarni xabardor qilinglar. Fuqarolarga aytinglar, ketishtinglar, bir umr dog'da qolasizlar. Faqir Xotan diyorining oliy hukmroni Yaqub bey oliylarining yaqin quli Niyoz hokim begdirman. Ko'zingni o'yganning ko'zini o'y, shuni to'kkanning tishini to'k. Qisasga kelganda ota-onang bo'lsa-mu oyab o'ldirma. O'zini tertlarni tepib, mingisni chuvatmisam, oy Muhammad degan itimni jo'tib bitaman. Manjola toza hadidan eshibdi. Badavlat oliylarda katta podshohga o'zini chaqlay olmay shirtim o'tqini nemisi u kuffarlarni. Umr rivoyat hech kimga ishonmading. Hamma odamdan gumonlanding. Mana endi otliq muhabbatimdan gumonlanib turibsan. Karimqul ayolining ko'nglini qaytarg'usi kelmadi bo'lg'ay, yeliqi divonining oldiga berib, Guloyim bergan zag'rini uning qo'liga tutqizdi. Sapoyimu, mo'liq iltijolarmu birdili to'xtab qoldi. Divona zag'rini elib, o'g'ri mushukninkidek parqirib turadigan ko'zlarga bir qancha marta surib oldi-da, Karimqulga nijotsiga qaraganda qarab turib, duoga qo'l ko'tardi. Menga birni bergan bo'lsang, sahovating rahmatiga Alloh sana ikkini bersin bolam. Gunohingni mag'firat qilib, ko'rinar-ko'rinmas balodan, og'riq siloqdan, yomonning ko'zdan ikkila olam omon qilsin. Amin. Allohu akbar. Duodan keyin Karimqul keyniga yonmoqchi bo'lib edi, divona uningga: "Ey Allohning mo'min bandasi, ey sehiy o'g'il, nom sharifingni aytib bergin. Uni ta qiyomatgacha ko'nglimning to'rida saqlay. Duoda yod etay." Karimqul o'ziga Xizirdek tikilib turgan bu miskin kishini noumid qo'yg'usi kelmadi-mu, aytavur tuzli javob berdi. "Etim Karimqul, Mir Ahmad akamning tuqqini bo'laman. Seni savobli ishga da'vat qilgan o Ma'sumaning nom sharificha." Divona to'pa qaydab ketayotgan Guloyim tarafga ko'zlari bilan ishorat qilib so'radi. Karimqul savobga sherik bo'lsin degandek ayolining ismini tilga oldi. Xotandagi Qovul Qozon degan odamning donqini anglaganmi? Anglagan. Guloyimxon o'sha Qovulxon Qozonning qizi bo'ladi. Divona xomonda qandoq tuyuqsiz paydo bo'lgan bo'lsa, yana shundoq tuyuqsiz ko'zdan g'oyib bo'ldi. Biroq uning cho'moqqa putoq chiqqandek g'alati savollari Mir Ahmad okaning ko'ngliga soy selib o'tib ketdi. Oradan hafta o'tdimikin yoki oy o'tdimikin, bu gumonliq soya oxir oftobdek ro'shan bo'ldi. Ko'kterak mahallasi shirin uyquga cho'mgan bir kechasi Mir Ahmad Qozonchining hovlisiga ushtumtut bostirib kirgan 10 necha kishi Karimqul bilan Guloyimni yotgan yerida tutib elishdi. Mir Ahmad aka qo'riqchilik quturgan bu notunish odamlar bilan yoqilishib etib, yiliqi Bizang divonining hech kimnikiga o'xshamaydigan yerginishlik atini g'ilpal ko'rib qoldi. Ko'kterakka ushuk tegdi. Niyoz Ekimbek o'ziga-mu
İlyas Mirzig'imi keraklik bo'lgan ishki ko'zlarini birla Absun bilan o'z oldiga hozir qildi. Zindon begini chaqirib, ko'zatchilik ishini puxta joylashtirib etdi. Ondan o'rdaning akabir ashraflariga, beg-bechcha yurt mo'tavarlariga, aqallisi masjid jamoalarining imom xatiblarigacha zarur kengash o'tkazilganligi to'g'risida farmon tushirdi. Xazinchi begni kengashchilash vazifasini bo'lsa, hech ishkilanmay o'z zimmasiga oldi. Niyaz Sekinbek yaqindan beri Temur Xazinchibekdan oncha xotirjam bo'lolmayotdi. Oltin tushi bilan band bo'lib, uni o'z ixtiyoriga qo'yib etgan fursatda oldin musht etib qolmasin deb atrofidagi ko'z quloqni ko'paytgan edi. Bo'libmi, uning hech kimdan tap tortmay kepak tarvishni uyiga boshlab kelalaydigan yerga yetganligi Niyaz Sekinbekda xeyli zo'r tashvish tug'dirgan edi. Yiliqi juma kuni saqsizlik bahonasi bilan cho'ng jamoani ko'zdan kechirishdan bosh tortganligimi uning ko'nglini xuddi ochiq yoq ichib olgandek beorom qilib turardi. Uni yuztirani ko'zatishning o'zila bu tashvish va beoromlikqa barham berishning yoki boshqacha yo'l tutishning eng oqilona chorasi edi. Temur Xazinchibek Toshchilar mahallasiga yaqin bir yerdagi qo'yuq yong'oq daraxtlari bilan qo'rshilgan ota miros ko'ni qo'rida o'ltirardi. O'rdadan bu yerga piyoda monqandimu cho'gin qaynog'uchilik fursatda yetib kelgili bo'ladi. Niyaz Sekinbek Temur Xazinchibeknikiga kun petayotgan mahalda yetib keldi. Xos mahramlari bilan taxtiravonni darvoza oldida to'xtatib qo'yib, o'rda tevipini boshlab ho'ylig'i kirdi. U mahramsiz kirsa o'z egisida o'ziga qarta ishonch paydo qila oladi. Olimadiz biror qasd yuz berib qolgan taqdirdimi sherib shaytondan loyiqida yordam ola oladi. Temur Xazinchibek naqshlik peshayvon ostidagi kangri supida qilin bir kitobni varaqlab o'ltirardi. Niyaz Sekinbek uni ko'ribla 6 qadam orliqdan ochiq chiroy salom berdi. Ati oqshomlari ishik oralaydiganini anglabmi boqmagan Niyaz Sekinbekning bundoq kechda paydo bo'lishi Temur Xazinchibekka sal g'alitirak tuyuldi. Tun kechalari poq-poq terakka qo'nib elib shumliq tilaydigan huquqishni ko'rgandek ko'ngilsizlangan bo'lsa-mu, ilojsiz o'rnidan turdi. O'rnidan turib yetib uningga "Seni qaysi ta'tir shamol uchirib keldi" deganda qarab oldi va odamgarchilik yuzida salom yondirdi. Niyaz Sekinbek Hazratlarning saqsiz bo'lib qolganini anglab, ko'nglim bakmo yerim bo'ldi. Kunduzlari hukumat ishi bilan bosh qoshlig'idekmi orom yo'q. Shunga kash bo'lib qolgan bo'lsa-mu, odatni buzib o'zlarini yo'qlab keldim. Atidan kechgacha chiroyi echilmaydigan bu Hokimbekning avrisining to'yini ko'rgan mo'maylardek xushxuy, tuzutlik bo'lib qelishi Temur Xazinchibekni ajablantirmay qolmadi. Rost gapni qilganda u jo'voz kolisidek yavash, topqonga shukr qiladigan kepak darvishning bir suiqasd bilan o'g'ziga chiqmang samsaq toz, yerga tushmang samsaq toz degandek qiyin ahvolga tushirib qo'ygandan buyon uning bu kishiga bo'lgan ishonchi tongdagi tumondek tarqalib ketgan. Ishonch o'rnini yerginich, xavfsirash tuyg'usi egilab bo'lgan edi. Meni nima uchun Yoqubbekning qilichi ostidan qutuldirib oladi degan o'ylanishlar natijasida ko'nglining cho'nqur yerida cho'kib turgan gumonmu endi asta-asta laylab chiqmoqda edi. Lekin u qandoq odam bo'lsa bo'lsin, baribir uyimga kelgan mehmon emasmi? deb o'yladi va Hokimbekning oldiga dasturxon silib choy qo'yishni muvofiq ko'rdi. Niyaz Sekinbek gap oraliqida o'rda tevipiga Temur Xazinchibekning to'mirini tutqizdi. Qilishadigan gap bir yerga berib qolganda Niyaz Sekinbek choy qo'yib, uni buni to'shib yurgan sherib shaytonni imo qilib turib, xubsalik bilan so'radi. Taqsir, o kishi kim bo'ladi ekan? Temur Xazinchibek javob berib dedi. Buni Shervoxonni dedilarmi? U bizga ona jamat tuqqan keldi. Egilikimning xo'jdorligini qilg'ach, otlar qaravotidi. Shundaqmi texe? Niyaz Sekinbek sherib shaytonga lop qilib ko'z tashlab oldi-da, Temur Xazinchibekning qo'liqini tishlab olgudek yaqin kelib pichirladi. Taqsir, yurt ishi to'g'riliq azroq maslahatim bor edi. Ko'rganlar odamga ishinib bo'lmaydi bu kanda. Temur Xazinchibek Hokimbekning nima demoqchi bo'lganligini tushundi. Hech qisi yo'q. U ishonchlik odam demoqchi bo'ldi-yu, ko'ngilchakligi yana ustun keldi.
Sherib shaytonni otlarga qarab beqishga buyurib etdi. Niyaz Hekimbek u eshikdan chiqib bo'lguncha kaynidan qarab turdi va Rais begim, o'zlari shariat ilmida yetishgan odam. Diniy islomning qoida nizomlari sizlarga besh qo'ldek tunish. Bilmadim, nikohsiz bir yostiqqa bosh qo'ygan bid'atlarga qanday jazo joizkin? Hokim begim, ajab buni so'rab qoldilar. Undaq bo'lsa, ochiqini aytay. Taqsir, nikohsiz bir uyga kirib olgan oshundoq ikki murtad qo'limizga tushib qoldi. Ularga jazo berish albatta raisning, qozi raisning ishi. O'zlari ularning gunohini dansab beqib bir jazo hukm qilg'aylar. Bu jazo shundoq bir jazo bo'lsinki, butkul yurt ahli ibrat elib, ikkinchi bundoq jinoyatni sodir qilmaydigan bo'lsin. Xo'sh, kitobda shundoq qayd qilindirki, bundaqlarning yuziga kuyi surkab, eshakka ta'tir mindirib sazoyi qilmoq, yo ko'shki silib, chalmi kesak qilmoq kerak. Shariatning jazosi mana mushu. Ko'p o'tmay, Niyaz Hekimbek 50 necha odam qatnashgan katta bir kengash o'tkazdi. Kengash oxirida to'qimdek bir kitobni qo'ltiqqa qistirib olgan Mufti Axunumga so'z berdi. Mufti Axunum ayol zotini talishib, dushmanlik qilishgan Qobil bilan Hobilni xotin oldida ozgan Harut bilan Marutni tilga elib, shahvatparazlikning cho'ng gunoh bo'ladiganligini dalillab o'tdi. Soqsiz bo'lib qilib kengashga kelolmagan qozi raisga vakolatan Gunohkorning yuziga kuyi surtilib, ko'shikka silinib, bir haftagacha chalmi kesak qilinsin, deb kesim chiqardi. Bu kesim shu kunila to'piq minib olgan o'rda jakartisi orqali 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan jami puhralarga anglatildi. Yuziga qo'yiq kuyi surkilgan bir notunish ayol o'ltirg'izilgan cho'ng ko'shik atsi atigandila shaharning eng qaynoq bir ko'chasiga esib qo'yildi. 41-bob qiltaq. Atiyaz kelib yoz keldi. Tog' orasida faqat 2 oylar mehmon bo'lgan yoz issiqimi notunish qiz yigitlarning tabassumidek hashpish tegichili o'tib ketdi. Yurt tarafdan yurt hidini, yurt ahlining illiq damlarini, gul giyohlarning xushbo'yini akiladigan haroratlik shamol shifo topgan bemorning isitmasidek asta-asta sovishga boshladi. Qoptallarda sovuq shamol ovdi. Eqillarning chat yaqinlari aynakdek nepiz muz tutdi. Tog' cho'qqilarida tomuz taptining o'rlishiga agishib kichiklab borgan oppoq qor dovlari yana cho'ng'ayqili turdi. Biroq tabiat pasligi boqmadimi yo pasl tabiatning tizginiga bo'y bermadimi? Chaqartoq mozorining kunpetish tarafidan o'tadigan bo'g'iz daryosi kuz oylarining yiqilishayotganligini sezmagandek bir xil sharqirab eqiyotdi. Ikki toqir jilg'i orasidan o'qdek etilib chiqib, aygmadagi qiya toshqa shiddat bilan urildigan suv yel ham tugman ovozidek guldirlagan sado tarqatdi. Mavsum sifatlarga muxolif keladigan bundoq benormal holatni ko'rgan musofirlarning biri daryo suvi bu vaqt kelgandimi tortilay demayotidi. Yaqin kentlardagi o'riklarning ikkinchi qitim chechaklab ketganini demamsizlar texi. Bu ommaga degan, bularning hammasi naslikning beshorati. Nas yilda odamni nas bosmay qolmaydi og'inilar. Og'zingni eshitma adash. Odamni yig'i bosqandek, tog'larni yig'i bosadigan chaqlar bo'ladi. Balki tog'lar yig'layotadigandir. Yig'lasa tog' yig'labdi. Bizni nima deb nas bosatdi? Mayli tog' yig'lisin va mayli o'rik shaptullar qayta chechaklab ketsin, bu tabiatning ishi. Kimni nas bosadi, kimni bosmaydi, bu mu taqdir ilohining xohishiga bog'liq narsa. Biroq e'tirof qilmay bo'lmaydiki, yig'langu tog'ni tog' bag'ridagi qadimiy mozorni makon tutib yotganiga bir necha oy bo'lgan bu bir to'p musofirning ishi Rasululloh o'ngu tortmayotdi. Qorong'u toqqa avatilgan odamlarning ishkili qitim Hoshar begining changiliga tushib qelishi. To'mirchi, qo'daqchi degandek bir qancha g'olliq hunarvanning tog' havosi va jafosiga ko'nalmay peshini qiqib ketib qelishi qatorliq ko'ngilsizliklar ma'lum naslikdan derak beradi. Qisqasi, bo'ya, pisha, chira, chaqir va yo'rinqoshdan kelib sapga qo'shilgan 200 odam Oy Muhammadlarning sepini zo'raytgandan o'zga bu yerga keladigan odamlarning oyig'i uzilib qolgan edi.
so'qilgan nayzi qilich, yasalgan o'q kirishlar mushinchilik odam uchun orom yetadi. Nuri, Chaqir kentlari orqali kelib qo'shilgan yana 50 ta odam o'zlari akelgan toyoq cho'qmoqlarni ko'tarib yuradi. Duo tilovatdan kech kunduz bosh ko'tarmaydigan darvishlar bo'lsa, qo'liga qurol olg'ili unumay, jo'da qilib, yog' puritib iymon kuchi bilan o'ch elishda ching turiyotadi. Halqi selib, kepak ko'ydirib, Niyaz Sekinbekni qarg'ab, mozor xo'jamga datlig'an edi. Ular Qorong'u tog'dagi Oltin koniga 3-qitim avatgan odamining qaytib kelishini va daryo suvining tortilishini kutib turgan kunlarda taqqa bir xush xabar ham bir shum xabar tangli yetib keldi. Bu xabarlar ularni xeyli gangirtib qo'ydi. Bir haftadan keyin tog' tarafdan 400 hasharchi keladigan bo'ldi. Ular Qosh daryosining suvi tortilgandila, ondan bu tarafga o'ta oladi ekan. deb xush xabar akeldi Qorong'u tog'dan qaytib kelgan biraylar. Xotan shahridan yo o'lim, yo ko'rim deb yo'lga chiqqan yana biraylan bu yerga yetib kelib, Oy Muhammadni xoli bir yerga boshlab bordida, qo'ynidan lotiga yo'yilgan kichkina bir yo'chin chiroqni chiqarib, uningga ko'rsatdi. Oy Muhammad chiroqni qo'liga elibla, uni texi 1 yil ilgarila Temir Xazinchibekka o'z qo'li bilan qo'yib berganini yodiga oldi va chiroq akalvichiga savol nazarida tikildi. Xabarchi chiroq orqali tonishlik berib, kelish muddaosidan Oy Muhammadni vaqiflantirdi-da, Temir Xazinchibekning o'tirgan bo'lsa qopsin, qopgan bo'lsa mansin, mangan bo'lsa yigilsin. Gul Oyimxonning jini tunida borda qutuldirilishning amonini qilsin deganligini va voqeaning o'tmishini aytib berdi. Oy Muhammadning ko'zidan kalkundek yosh ketdi. Quloqqa mush urgandek anglangan bu shum xabar birdamdila Qovul ustining, Oq mollamning, Abdusodiqning quloqlarigacha yetib bordi. Oy Muhammad otibali yiltiziga hari qo'yilgan sevgidek bir-biriga yiqilib, quchoqlashib yig'lab ketishdi. Cho'ng bir kelishmaslikning alomatlarini sezgan darvishlarmu cho'chigan holda ibodatini tark etishdi. Dada, endi pichoq so'ngak yetdi. Darhol xotaniga berib, Niyoz Hekimbayning adibini bermasak, singlim uning qo'lida nahaq o'lib ketadi. Qeyrindoshlik mehrga seg'inish o'tlari qo'shilgan mushu minutlarda singlisining Niyoz Hekimbayning qo'liga tushib qelishi uningga qattiq ta'sir qilgan edi. U asablari qordan chiqqandek o'zini yo'qitib, oyoqlarini to'xtamay yerga uratdi. Dodasining bilaklarini silkib turib, o'lik ovoz bilan murojaat qiladi. Odatda silliq sipoyi kamsiz Oy Muhammadning aqlidan ozgandek bechora holga tushib qolganiga chidab turolmagan Oqbollam jamoatga qarab dedi. Jamoat, haqorat, xo'rlik degan mana mushu. Har qanday ishning vaqti soati bo'ladi. Bugun Guloyimxonni qutuldirishning la'nati Niyoz Hekimbayning jojini berishning toza obdan payti. Nimishqa desanglar, Niyoz Hekimbay chalmay kesak qilmoqchi bo'lgan bu ojizaning urug' tuqqanlarining, yurtdoshlarining bu yerda pay kutib turganini zinhor uqmagan gap. Bo'lmasa, u bunchalik hadidan ishqi petinlanmaydi. Uning g'aflatda yotgan payti dal bizning qo'l soladigan paytimiz. Menimcha, vaqtni endi kayniga surmayli. Ahmulam durust gap qildi. Niyoz Hekimbek jazman g'aflatda qolgan gap. Xotanga mushundoq vaqtda tegish qilmasak, keyin pushaymonni oladigan qoch topolmay qolamiz og'inilar. Meydisiga urib o'tirg'i chiqqan soqolliq darvishning keskin ifodasi g'ulg'ulini avjiga ko'taribdi. Ulug' Alloh haq adolat yo'lida tavakkul qilg'uvchilarni do'st tutadi. Bizmi tavakkul qilili. Og'zimizda iymon, qo'limizda qurol turgan yerda yana nimadan qo'rqatdiq? Shunda qilili. Bu tog'da yetivaguncha tavakkul qilib boqqanmi tuzuk. Niyoz Hekimbayning o'limtik lashkarlardan qo'rqqan jonni ishq tashlab baguluk. Yenida dadisi bo'lmaganida Oy Muhammad paymoni to'shib tog'u toshlarni kukum talqon qilavatgudek alpozda turgan bu azimatlarni boshlab Xotan tomon yurib ketganmi bo'ladi. Shug'unisi dadisi yenida bordi. Shundaqdimi u nar tortishayotgan fidoilarning yurak sadosini anglab turibmi, lomjim demay yum-yum yig'layotgan dadisining oyoqlariga xuddi hashqi pichakdek yomoshdi-da. Dada, bizga duo bersizlar. Singlimni qutuldirib qolayli. U la'natigimi mushtimizning ta'mini tetib qo'yayli, dedi yalvorib. Qovul usta o'g'lini yo'lab turg'izdi-da, uning yoshlangan ko'zlariga qaradi.
O'g'lining ko'zgi hurida ko'rmagili 2 yilcha bo'lgan omriq qizining suratini ko'rdi. U bechara qo'lidan to'qilgan cho'ng ko'shikda dugdarib, tugilib o'ltiradi. 14 kunlik to'lin oydak jamoli quyuq kuya ostida nursizlangan. Qor yomg'irdak uchib kelayotgan toshbo'ron bosh ko'zini targ'ib solgandek tilg'ivatgan edi. Peshonasidan shuruldab qon eqiyotdi. Zulmatlik qora kuya orasida xuddi siyodan ichiga tashlab qo'yilgan bir jup xrustaldek porqirab turgan ko'zlari tog' tarafga, o'ziga qarab qaytib qolgan edi. Bu ko'zlardan etilib chiqqan pok nur ichida talmirish, umid, iltijo aks etadi. Qora tuproq ustiga tashlangan qizilgul g'unchisidek lavlari: "Dada, aka, sizlar qayerda? Men sizlarni seg'indim. Sizlar bilan didorlashguncha o'lib ketkim yo'q. Chopsan kelib qutuldirib yelinglar." deb midirlayotgandek qiladi. Shundoq qizining qili ustida qolgan hayot mamoti bir hisobda qovul ustining olqinida edi. U o'g'i tamlashib qanot raslab turgan qorchig'idek betoqat bo'layotgan hamrohlariga birli ishorat qilsa kifoya qiladi. O'zimu qisos o'tida puchilnayotgan bu bir to'p qorchig'imi udul xotanga qarab uchgan. Qog'i quzg'ularning beshig'i begizdek o'tkir tirnoqlarini sanjib omburda qaval solganmi bo'ladi. Biroq bundoq oddiy ishoratning vazni tugman teshidanmi ig'ir edi. Hamrohlarining xotin zaminini nopoklarning topini ostidan qutuldira oladigan bu yosh kuchning taqdiri bilan o'ynasholmaydi. Shu topda uning kollasida Niyaz Hekimbekning soni noma'lum lashkarlar bilan o'z hamrohlari orasida xiyolan bir jang ketib boradi. Uning qiyos osmonida ba'zida parcha-parcha qora bulutlar paydo bo'lib, Nusrat quyoshining yuzini to'sib oladi. Ba'zida umid shamoli ko'tarilib, bu bulutlarni surib tashlaydi. Bulutlarning o'rnida yilt qilib ishonch o'ti chaqnab qoladi. Biroq to'xtalg'usi yo'q bu hol atiyozdagi tog' havosidek o'zgarib turadi. Qovul ustining qiziqqonlik qilib qo'yib, pushaymonda qolmayli. O'zimizni chaqlab beqib, ondan bir qarorga kelayli. Degisimi keldi. Biroq beshidan bir chelak qizil bo'yoq to'kib atgandek qonga bo'yalgan qizi uning o'y xiyolini tamoman band qilib oldi. Qizning echinishlik iltijosi quloq tuvida jaranglaverdi. Niyaz Hekimbek uning ko'z oldida tishlarini hingaytib, qon yo'qi og'zini birgaz keladigan uzun tili bilan yalayotgan yerginishlik yalmovuz qiyofatida paydo bo'ldi. Jannatdanmi yo boshqa bir tarafdanmi Yor Muhammadning qisos nidosi anglandi. Bu nido uni bir eg'iz so'ziga talmirib turgan o'g'li va savr qochisi toshay deb qolgan hamrohlariga yuzlantirdi. U: "Ulug' Parvardigor, do'stim Muhammadning yo'lini tutib, g'azot to'nini kiydik. Maqsadlarimizga qanot, bilaklarimizga kuch-quvvat ato qilg'aysan. Dushmanlarimiz oldida sharmisoz qilmag'aysan" deb duo qildi. Ular yo'lga chiqdi. Ikki oyoqliq uzun pavon miltiqi, qilich nayza va toyoq to'qmoq ko'tarib olgan kishilar to'pi daryo suvi tortilib, yaqin miqdori ang tuvan chekka tushgan peshin vaqtida daryodan o'tib, tog' orasiga kirib ketishdi. Qovul ustining maslahati bilan ular tog' va soy yo'li orqali udul Yurunqashga tushmoqchi bo'lishdi. Agar yo'lning osinini tanlab chira yoki lopni besib o'tsa, uxlab yotgan yilonni uyg'otib qo'yishi. Bu yurtlardagi bek to'qsobalar bilan elishishga majbur bo'lishi mumkin edi. Eng yomoni vaqt uzrab ketib, o'zlarining besib kelayotgani Niyaz Hekimbekka olinib qolsa, ish buzilib, chatoqning cho'ngi chiqadi. Tog'dan kelayotganlar Chira daryosining kunpetish tarafini bo'ylab bir kecha kunduz yo'l yurdi. Ondan biroqla kunpetishga burilib, Lop tog'lari orqali ochiq daryosining beshidan kesib o'tdi. 3-kuni tong bilan tong Yo'rinqash bozoriga kelib tushdi. Biroq Yo'rinqash bozorining mozordek cho'ldarab qolgani ularni bekla hayron qoldiribdi. Qo'tan shahri bilan Yo'rinqash daryosi orqali ayrilib turadigan bu ko'jum bozor odatda o'qchayotgan buloqdek qaynab turadi. Burunqi chog'lardagi avod manzarani kelmasga ketdi degandimu, lekin bo'ron oldidagi jimjitlikqa o'xshab ketadigan bu xil sukunat kishiga g'ayriylik tuyg'usini beradi.
Tang to'lg'uqida qiynalgan quyosh cho'yindek eg'ir bulutlarni yerib chiqib, nayzi bo'yi o'rlab qolganiga qaramay, axlatliklarda don tatlab yurgan bir qancha to'xu va so'ngak izlab ovora bo'layotgan lolma ishdan o'zga biror jonliqning soyisimi ko'rinmaydi. Yo'l bo'yidagi eriqlarda eqiyotgan suv sharqirashlarini to'xtatgan edi. Yopirmoqlariga bemahal seriqlik yetgan dal-daraxtlar tuyuqsiz yuz beradigan portlashdan qo'rqib, quloqlarini yopirib olgan odamdek ozroq mo'lingishib qo'ymaydi. Xotandan kun chiqishdagi yurtlarga, kun chiqishdagi Lob, Chira, Keriya, hatto charchan choqiliqlardan Xotan shahriga o'tishib turadigan to'y karvonlarini, ravanda eshaklarining oyoq izi o'shgan, dop chalgandek dang'irlab turadigan ko'ldirmalamu ichiga qo'g'ishin qo'yib etgandek jimib ketgan edi. Tova, bu nima karomatdi? Yo'rim qoshliqlarni maloikalar osmonga ochiqib ketdimi yo yerdan tortib ketdimi? Dal shu chog'da attiganlik shafaqning qizilligi yo'qolmagan osmonda qoyoqdan keldikin haddi hisobsiz to'ng qog'lar paydo bo'ldi. Qog'lar quloqni og'ritqudek qoqildigan peti bozor markazida don qaytib qolgan odamlarning beshida bir necha qitim pirqirab chiqdi-da, osta-osta ko'zdan g'oyib bo'ldi. Qovul usta beshini ko'tarib, olqinini peshonasiga soyvan qilib turib, qog'larga qaradi. Yuragi bir o'rilibla yana joyiga tushdi. Qandoqdir bir durutni takrorlab, qoq nashtida qoqildigan shum qog'larni qog'ib etgandan keyin yo'l yurib holidan ketgan odamlarga nazar soldi. Ba'zilar daraxtlarga yo'linib uyquga ketgan edi. Ba'zilari nayzlariga to'yinib orom elayotdi. Yana ba'zilari uzumdek qopirib chiqqan oyoqlarini uvlab o'ltiradi. U g'ujmaklashib o'ltirgan 4-5 kishining oldiga bordi va zo'nsaydi. Bu yerdagi g'alatilikmi? Shum qog'larning qoqmashlida qoqildishimi yaxshilikning alomati emas. Xullas, hammamiz tuyuq yo'lga kirib qolguncha birimiz dard tatqinimiz tuzuk. Mundaq bo'lsin, sizlar kayninglarga qaytib, Amalba ochiq daryosining beshiga o'tib ketinglar. Men yeydiganni yeb, yashaydiganni yashab bo'lgan odam. Tavakkul qilib, shaharga yolg'izlik kerak. Peshonam o'ng bo'lsa, qizimni qutuldiraman. Bo'lmasa, taqdirimdan tutilganini ko'raman. Buningga nima deysizlar? Dada, bu nima deganlari? Qaytadigan ish bo'lsa, boshqalar qaytsin. Lekin men sizlar bilan birga boraman. Dedi Oy Muhammad dadasining gapiga e'tiroz bildirib. Orqadilla Oqmullamu gap qistirib dedi. Kaynimizga qaytsaqmi, bu holimiz bilan baribir toqqa yetib borolmaymiz. Obdan fursatni qo'ldan berib qo'yib, al jamoat oldida lat bo'lgandan ko'ra, Allohga sig'inib jinimizni tikayli. Yo'rim qosh degan o'z yurtim. Bu yerda qilib urib tuqqanlarim bilan ko'rishiman desammi, sizlar xafa bo'lib ketmaysizlar. Ammo men unda qilmayman. 2 yildan beri yemigan mantining pulini to'labdiman. Endi sizlar bilan birga berib, peshonamga putilganini ko'ray deyman. Ossiga tayinib denguzlab yetib kelgan soqolliq darvish gap qilayotgan Abdusodiqni maqtag'ash to'p orasiga sig'dilib kirdi. Necha vaqtdan beri biz darvishlarmi bekor yotmadik? Alloh ahvozorimiz va toat ibodatimizning savobi uchun bo'lsa-mu, bizga o'ng'aylik berdi. Menimcha, qaytsak tan qaytili, shaharga kirsak tan kirli. Yaxshisi, Qur'on tutib qasam qilgan ekanmiz, kaynimizga qaytmayli. Jamoat Oy Muhammad va soqolliq darvishning aytganlarini bir eg'izdan qo'llab quvvatladi. Qovul ustumu lavlarini tishlab yetib ketgida qattiq tishladi va jamoat royiga rozilik bildirdi. Yo'rin qoshdan kun qayrilgan chog'da yo'lga chiqqan bu kishilar ufuq yuzi jangdan keyingi jangohda qizargan chog'da Yo'rin qosh daryosining bo'yiga yetib kelishdi. Daryo qirg'oqlarimu, daryo suyumu shafaq suvga cho'milgandek rang olgan edi. Ta'sil xohishiga bo'y bermay, o'q sur'atida eqiyotgan daryo suyi qo'yuq qora yildizlar chirmishib ketgan bo'z to'puli qirg'oqqa hadab o'zini uratdi. Yo'rin qoshning o'ydak zo'r do'lqinlarini osmonga etib, oli to'paqdek yo'rkirab oqadigan kelkun mazgili o'tib ketgan bo'lsa-mu, lekin bu qaytadan u qaytaga ko'z yetmaydigan eqin shiddatini hargiz salchog'lig'ili bo'lmaydi. Daryo qirg'oqida kemichilarmu, kemichilarning kema, sol, tulum degandek narsalarmi ko'rinmaydi.
Shahar tavasiga qadam qo'ymoqchi bo'lganligi odam jazman o'tmasi bo'lmaydigan bu daryo to'xtamay lumshib turadigan tinimsiz ajdahodek Oy Muhammadlarning yo'lini to'sib turadi. Ular daryo bo'yidagi ujmizorliqda bir kecha qo'nib, hech qanday xatarsiz tongga ulashdi. Ehtiyot uchun qo'yilgan ikki kuzatchi uxlab qaytib qolgan ahvol ostidami hech bir talafot ko'rmagan bu kishilar Niyoz Ekinbek rostilla g'aflat qopdi. Orada bu so'g'isi oldiga kelib bir kecha uxlasaqmi hech kim to'ymadi. deyishib daryodan o'tish hozirligini boshlabdi. Daryo bo'yida 2 rakat shukrona namoz o'qildi. Darvishlarmu o'z qoidasi bo'yicha pir mashayiqlarga sig'inib sapriga nusrat tiladi. Bu namoz va tilovat maqbul bo'ldimi yoki qovul ustining chora amali o'nim berdimi, ish qilib o'zlari yasab olgan sal arg'amchisidan qo'li ajrab ketib eqib ketgan bir kasal darvishdan o'zgilar daryodan omon eson o'tib oldi. Kiyimlari badaniga chaplashib, pushqoqlaridan nurdun qo'yilgandek suv to'kilayotganiga qaramay, qirg'oqdan oncha yiroq bo'lmagan ochiqchilikda jam bo'lishdi. Ular kiyimlarini siqib quritishga taraddudlanayotganda shahar tarafdan anglangan bir ansiz ovoz hammalarni o'ziga jalb qildi. Yurtdoshlar, ay qarindoshlarim, izdihom bu yerdan ketinglar. Sizlar qiltoqqa tushib qoldinglar. Voy, odam qiltoqning gapini qilyapti nima? Yo'q, o'rdak tutqilib qo'ygan qiltoqdir balkim. Biz ya uning o'rdagini o'rkitib o'tganmisak. G'ulg'ula oxirlashmay turibla hiliqi o'rdak tutquchimi yiqilib qo'pib degidek yugurib ularga yiqinlab keldi. Kelayotgan kishini xeyli yiroqdala to'nib olgan Oy Muhammad dadisini noqib, "Dada, qarasizlar, avu kelayotgani darvish otam emasmi? Tova, u qandoq bo'lib bu yerga kelib qolgandi?" dedi-da, ushqandek yugurib kepak darvishning oldiga bordi. Oxirgi darmoni tugab tili bir g'iri sangilab qolgan kepak darvish Oy Muhammadning quchqig'ili yiqildi. Qovul ustumu, darvishlarmu bu kutilmagan mehmonga qiziqqanlarmu gurrida kelib ularning atrofiga o'lashdi. O'ruqlab, jaynakdek bo'lib qolgan kepak darvishning chiroyi xuddi hok surtib qo'ygandek totirib ketgan edi. U ko'zlarini mo'ldirlatib bir Oy Muhammadga, bir qovul ustiga qarab, ochgul rangi kirgan kolpuklarini oran-oran medirlatib, "Ketinglar. Bu yerdan chopsan ketinglar. Niyoz Ekinbekning qiltiqi bor." dedi, naqsini til bilan uqtirolmay qolarmanmikin degandek suyi qochgan tarxamakdek yumshab ketgan belaklarini taslikda ko'tirib shahar tarafga uzatdi. Aslida Gul oyimning nohaq o'lib ketishiga, Hokim Begning rahimsizligiga chidab turolmagan Temir xazinchidek taqqa maxfiy odam avatib yurtdoshlik burchini ado qilgan edi. Kim bilsin, u savoblik ish qilaman deb Niyoz Ekinbekning chatoqchilarni tog'arga solib yo'qotish uchun ustulik bilan iqoblab qo'ygan qopqoniga dastlab soldi. U buni sezib va pushaymon qilib o'lgurgicha tog'dan kelayotganlarni cho'ng bir qiltoqning kutib turgandanmi bugun atigandila xabar topdi-da, tog'liqlarni uchirgan yerda ogohlantirish orqali bu zo'r ziyonkashlikdan saqlab qolish maqsadida o'zi ishchanchilik deb qaragan kepak darvishni yo'rinqosh tarafga otlantirdi. Olpat va burch oldida ziyodi jiddiylashgan. O'lar tirilishiga boqmay yugurib, demi kesilgan darvish daryo bo'yiga kelibla ularni yo'liqtirgan edi. Didor ko'rishmagan bir qancha yil ichida kepak darvishga qayrilib yetib, boshqa bir odamga o'xshab qolgan edi. Lekin uning cho'ng kichikligi bilinar-bilinmas farqlanib turadigan qiyshiq ko'zlari. O'ng mangzidagi tirnoqchilik yopiloq so'gili qovul ustiga tonishlik berib turadi. Qovul usta mushu alomatlar orqali koni qadinasini tonib oldi va uning so'zlariga e'tibor bilan quloq soldi. Qo'l harakatiga mu alohida zan qo'ydi. O'zlarining rostilla cho'ng bir xatar oldida turayotganligini tushundi. Yo'l bo'yi yo'liqqan g'alitliklar tufayli chigishib chirmishib ketgan gumon yipimu birdilla yeshildi. Qovul usta, "Jamoat, bu darvishning gapini angladinglarmi?" deb so'radi hamrohlaridan. "Angladik. Anglagan bo'lsanglar, bir nima deb bekinglar. Ko'z oldimizdagi bu balo qazodan o'zimizni vaqtincha chatga elib turamdik qandoq? Nima deb kaynimizga yong'udakmiz oqsoqol? Astag'firullah.
Mavi darvish bu yerda Niyoz Hekimbayning qiltiqi bor deyotdi. Buni mening ko'nglimni tuyib turadi. Saqalliq darvish bir besib, ikki besib qovul ustining oldiga keldi. Oy Muhammadning quchqida tipirlab yotgan kepak darvishga tikilib qarab olgandan keyin tongliyini qiqib dimig'ida kuldi va darvishga barmoqini chinab turib, "Qovul ustam, bu kishini taniydi ekanlar-yu, qo'yini teg'i bilmaydi ekanlar. Niyoz Hekimbayga ahu deyishib, musofirxonamizni ko'ydirib o'tganmi, mushu odam. Qora qoshli hozirchilarni to'ydirmay tutib berib, Niyoz Hekimbayning qo'ltig'iga kirib olganmi, yana mushu osiy darvish. Ishonmasizlar, o'zining so'rab baqsizlar. Niyoz Hekimbay degan qov o'g'ri bizga kuch yetmaydigini to'yib qilib, bu tuzkur darvishni qo'rqoq sog'ili oldimizga avatgan gap." DVD uningga yana bir darvish do'st tortdi. "Uni qandoqmi darvish degili bo'lsin, u haq yo'ldan ozgan gumroh. Buningga mana bir shohid." 10 necha darvish tangli cho'qon ko'tirishdi. Ular kepak darvishning Niyoz Hekimbekning himoyasiga kirgani to'g'risidagi apqochli gaplardan olli burun xabar topqachqimi, uning osiy bo'lib ketganiga iymonini kepil qilib turib guvohlik berishdi. "Tuhmat! Sizlar qarab turib, yaxshi odamga o'g'il qilyapsizlar" deb varqirvatdi kepak darvishni yo'lab o'ltirgan Oy Muhammad. "Tinchlaninglar." Qovul ustining varqirishi bilan tang darvishlarning uyni ichiga tushib ketdi. Hozir kim yaxshi, kim yomon tasqab o'ltiradigan chog' emas. Mayli qiltaq bo'lsin, bo'lmasin, yo'l bosayotgan taqqa oyoq bosdiq. O'lim bilan ko'rim, qosh bilan kirpik orasida turibdi. Endi bizga dushman bilan tig'mi-tig' ilishmoqdan o'zga yo'l yo'q. Qovul ustining gapi bilan darvishlar o'tini tortib o'tgan qozondek jimib qolgan bo'lsa-mu, biroq qovul ustining va darvishlarning guvohligi bilan tog'liqlarning qalbisida boshqacha bir o'ymi paydo bo'lib qoldi. Insof bilan tapiq ko'tarilib ketgan. Do'st dushmanga, dushman do'stga aylanib turadigan bu zamonda odamga ishongil bo'lamdi. Demisimi, jahonda ozmaydigan inson yo'q. Bu xudogo'y darvishlar o'z toifasidagi bir odamdan bekor gumonlanami? To'xtab tur. Kepak darvish bilan darqamda turib so'zlashib boqsa qandoq bo'lar? 42-bob qonli qirg'oq. Oy Muhammad bir o'chum suv akilib, kepak darvishning qurib, gaz bog'lab ketgan lazlariga temitdi. Uning bir bog'lam lotida qurilgan gal terisiga va yong'oqdek to'mpiyib turgan bug'doyiga osta-osta jon kirdi. Qopoqlari likildab, ko'zlari echildi. U qabohatlik tushdan o'yg'ongandek silkinib atrofida halqsimon doira bo'lib, tikilib turgan odamlarga qarab og'zini o'malladi. Biroq kepak darvish bilan yuzlanishni kutib turgan qovul ustimu eg'iz echishga ulgurolmadi. To'rt tarafdan tang ko'tarilgan jang dumbiqining ovozi hammalarni o'yga selib qo'ygan jimi sirni biroqla oshkorlab berdi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abaydulla Ibrohimning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Dog' nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglaysizlar. Bizni oldinda tizimlarmikin? Bir qo'shiq qinini tilab, yenglarmikin deb xomxiyol qilma. Bilib qo'yki, sen iflos oyog'ing bilan dastlab turgan bu aziz zamindan olimlarmi, zolimlarmi, zardor qalandarlarmi chiqqan? Men mush yerlik bo'g'ashqa avval sendan so'ray. O'zing kim bo'lasan? Nadin kelib qolding? Birari chillab keldimi yo o'zing keldingmi? Men Xotan Olti shahrining hokimligi bo'laman. Qani boqtirganchilar, hozirgan qilichinglarni avut tog'liqlarning jiliga surganlar.